Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bir oyog'ingizni oldiribsiz, Bir oyog'imni oldirdim. Belginden başlıyor arada. Şunu optaşimiz deb attılar. Yamanca saklab qalinglar demen. Farzandlardan yo'q ekan, ha? Yo'q. İkkiginangiz yaşaysizlar, shu uyda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yana hepke. Xudoyim yaxshi bo'lib ketgaysiz. Oyoqni ikkinchisini ham olamiz deymi? İkincisini ham optaşimiz deydi. Men oldirman demen. Davlatdan Toshkentga boraman deb shuning uchun murojaat etib edik. Şimdi bir yaman kasallik ekan. Xudo xolasa arasında yana bir yordam beraman. Yaxshimi? Rahmet, canı sağ bo'lg'ay, kasalchilik ko'rmagaylar, bola chaqasini eldida sağ bo'lg'aylar. Rahmet obunachilar ham, meksan berganlar hammasini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Va alaykum, yaxshimisiz? Kamolat aka, jonlimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Alloh shifoingizni bersin, Xudoyim. Yaxshi bo'lib ketgaysiz. Kamolat aka, yaxshimisiz? Hammasi yuribsizmi? Charchamasdan. Ilohim shifoingizni bergay. Yaqinda opangiz bor ketdilar uyga. Bechora yig'lab, qizim shunday ahvolda deb siz bo'yicha, yoshligingiz bo'yicha, oilaviy ahvol bo'yicha murojaat etib bordilar. Ana shu konsert davomida avtomobil g'olib bo'lgan insonlar tomonidan tortilgan ehsonlar, ana shunday sizlarga o'xshagan, sizlarning muhtoj bo'lgan oilalarga yordam sifatida bo'ladi albatta. Hurmatli obunachilar, bizning 15-tur konsertimizda Kamolat opamiz yana kasalliklari bo'yicha hozir o'zlari batafsil ma'lumot berib o'tadi. Yana yashulisam, oilada faqat ikkalangiz o'zingiz-a? Ustodingiz kim? Quronboy. Siz ham nogironlik nayasida sizlarlar. Ikkinchi guruh nogironi. Sizniki? Birinchi guruh nogironi. Sahirsiz. Men sahir. Ha, siz sahir. Men ikinci guruh. Men şu yara tufayli aşınca nereden? Hozir shu belgiga yaqindan shu yara davom ettirdi da Toshkentga olib borib yana shuni. Ahvol yomanda, yemirlik ketib yo'q. Yeb yotadigan yarada, yeb yotib shunga og'riqli yomon yara. Bitmez ekan 20 yildan oshiq bo'ldigan. Yo'q. Bir oyog'ingizni oldiribsiz, ha? Bir oyog'imni oldirdim. Belginden başlıyor arada. Shuni optaşimiz deb attılar. Yamanca saklab qalinglar demen. Endi hurmatli obunachilar, Kamolat akamizni qanday kasalliklarga chalingani, ya'ni qanday qilib bu ahvolga kelganligi to'g'risida men to'liq ma'lumot ega emasman. Yaqinda 15-tur konsertimizda akamizdan murojaat, yana ukalaridan, yashulisini o'zi ham ikkinchi guruh nogiron ekanlar. Xudo xolasa bugun $1500 ehson bo'lgan kanalimiz nomidan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yana hepke. Xudoyim yaxshi bo'lib ketgaysiz. Hurmatli obunachilar, pastda kim ehson qilgan bo'lsa shu yerda opisiya joyida qo'yib qo'yaman. Kim nomidan necha dollar ekanligi. Akajon, endi o'zingizga bir ozroq danishtirib o'tasiz. Men omonatlik hisobotini berdim, yelkamdan bir tog'og'dirlangani bo'ldi. Ilohim Allohim o'zi shifoingizni bergay. Nishik bunday ahvolga keldingiz aka? Shu bilman, doktorlarning bir narsa tufayli shunday bir og'ir o'qil, güçlü o'qil qildilar. Shundan keyin ahvolim pastlab qoldi. Yaxshi yo'ldan yurmadim, o'qilda olib yuraverar edim. Lekin yillar o'tib ketdi-da, 20 yilning kasalligi u berbiram. Doğru. Organizm charchab qolgan kasallikdan dedilar, o'tlashib ketgan edi. Endi bu oyog'im ham shu o'tib ketdi-da, men bu oyog'im sog' edi. Meni kesgandan keyin bu yaxshi bo'ladi deb meni oldilar. Endi menga o'tib turdi. Meni olib yurgan ishlarda bir shavatlarda hech bormagan davo topib netmagan yerim qolmadi. Hammasi bir xil gap edi. Olamiz. Oyoqni ikkinchisini ham olamiz deymilar. İkincisini ham olib tashlaymiz. Men oldirman, men davlatdan Toshkentga boraman deb shuning uchun murojaat etib edik. Toshkentda davolash. Hozir 1 yil davolansang yaxshi bo'lasan dedi. 1 yil davomida borish kerak-da. Ha. O'qillari, tabletkalarida qimmat ekan. Yotishtirishingiz. Shunday bo'lgani uchun ilojsizdan. Bo'lmasa murojaat etmeyin, qarindosh tog'alarimiz hammasi sho'xacha etib berib keldilar, olib borib, yotirib, turg'izib. Men yotmagan, turmagan vaqtim yo'q, 20 yildan beri shunday bir yomon kasallik ekan. Qiyinchilik bu qilgan uchun
Müracaat etganmiz size shuning uchun. Sveta Möştang. Sveta Möşti ortaqlar. Yine $1500 ihsan. Allah razı olsun ihsançılarımızdan. Allah razı olsun, razı olsun. Yani ihsanını alıp koyasız. Allah razı olsun Xudayım. Yaxşı bo'lib ketgaysiz hepke. Xudo xolasa imkon darajasida yana yordamberşi harakat qilamiz hepke. Rahmet. Şu bala qarab parol o'tiribmiz, Toshkentga ketishimiz uchun edi bu shu. Necha o'tirsiz? Şu bala qarab baradan vaqtimiz o'tib, shuni qarab o'tirganimiz edi, demak, shuni parol o'tirib edik Toshkentda. Yollarımız devam ettirişimiz. Başka mablag girimci yok içeriden ha? Yok, içeride şu İkiniz hem pensiyonersin ha? Bu pensiyonerimiz, bu baktı qaram yaman kesellikə uçurab qaldı. Yakında bunun gelmiş kanında yaman nersə çıktı buna. 2 mərtə yatıb çıxdı gençliği babam. Allah'ım şifalarınızı bərgəy Xudayım. Yaxşı bo'lib ketgaysizlar. Dostlar Allah razı olsun sizlerden. Şu epkemizi yine kesellerimizi poddeşka qilib, yani hamilik qilib bizani kanalımızı qo'llab quvvatlab turganlarınız için Allah razı olsun hammangizdan dostlar. Yine $1500 epkemize verdik. Xudo xolasa keyingi turlarimizdan yordam berishga harakat qilamiz. Kasallarimiz juda ham ko'p. İmkon darajasida yordam beramiz. Qolganini batafsil YouTube kanallarımıza joylaymiz dostlar. Bunda her bir turda kimdir ihson qiladi, hisobotini so'raydi. Kimdir so'ramaydi. Ağa deydi aytmayın bering deydi ko'plari. Ko'plari yaqinda bir so'rabdi. Men ihson etgandim, videosi chiqmadi deb. Ana shundaylar ham bor-da. Shuning hisobotini berib o'tmasak bo'lmaydi hepke. Xudo xolasa arasında yana bir yordam beraman. Yaxshimi? Agar Xudoyim so'ngini bersin, bu ijodimiz rivoji bo'lsa, Xudo xolasa davom etib tursa, arasında yana bir yordam etishga harakat etaman. Qarab turmasmiz Xudo xolasa. İnsanlar bergenlere rahmet, canı sağ bo'lg'ay, keselchilik görmegeyli, bola chaqasini eldida sağ bo'lg'aylar. Rahmet obunachilar ham, ihson berganlar hammasini. Hurmatli obunachilar, sizlarga shu bergan hayır sadaqalarınız Xudoga yakında kabul olsun. Bizler ham sizlarga yaxshi yo'llaringizga xizmat etaylik borib, hammangiz uyingizda to'y bo'lsin, topganlaringiz to'ylara buyursin. Bizler ham qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam etamiz. Agar Xudo xolasa ish kasalimizga yordam berib turganlaringiz uchun katta rahmat. Hammangizga sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Hammangiz uyingizda to'y bo'lsin. Ağa sizni kasalingiz ne oldu? Benim kasalim sohir bo'yicha 2-guruh Nagiranıma. Farzandlardan yok ekan ha? Yo'q. İkkiginangiz yaşaysizlar shu uyda. Ikimiz yaşaymiz. İlayim yaxshi bo'lib ketgaysizlar ikkingiz ham. Allah şifalarınızı versin Xudayim. Her gün duadamız. Obunachilar duada bo'lib turinglar. Shu apkamiz, ağamız, mana shu oilada ikkalasi yashaydilar. Necha yil bo'ldi turmush qurganlaringizga? 8 yil bo'ldilar o'rtoqlar. Sabr tilaymiz, iloyim yaxshi bo'lib ketgaysizlar. Xudayim. İlayim. Kartanız telefon nomeri ulanganmi? Hay? Telefon nomeringiz necha usta? Qaysi nomeri ulangan? Buni yana ulangan. Necha nomeringiz? 90'dan 90'dan 431, 24 73 meni. 90'dan 400 31, 431 24 73. 24 73. 24 73 şu rakamda Kamalat apamızı nomeri karta rakamı ulangan dostlar. O'zbek karta qaysi bankniki? Meniki Xalq Bank. Xalq Bankang. Usta bir dua qilib bering. Amin. Vaqt xo'shchilik bo'lsin, iloyim hammangiz xonadoningizda to'y bo'lsin, kasalchilikka hech kim uchramag'ay. Shu berib turgan sahib sadaqalaringiz Xudoga yaqinda qabul bo'lsin. Bizlar ham hammangizni uylaringizga borib to'ylaringizda xizmat etib beraylik. Sizlardan rozimiz, bilmayman. Allah razı olsun. Shu kasalimizga shifo tilayman. Ilohim. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, hammangiz uyingizda to'y bo'lsin. Ilohim. Amin. Ilohim amin. Xudoyim ishlarimizni o'nglaysin. Allohim o'zing madadkor bo'lsan. Xudoyim shu apkamizni shifosini bergaysan. Yoshlig'isini kuch-quvvat bergaysan Xudoyim. Ilohim shu xonadonimiz to'y xonadon bo'lsin Xudoyim. Yaxshi kunlaringizga kelib o'tirmoq nasib etsin. Sizlar shu ihson qilgan har bir insonlarimizni xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin. Biridan ming bersin Xudoyim. Sizlar ko'makdosh bo'lib, yondosh bo'lgan insonlarni hammasini Alloh taolo o'zi qo'llab-quvvatlasin. Farzandlarning sog'liqlarini bersin Xudoyim. Amin. Allohu akbar. Asa rahmat, salomat bo'lasizlar. Non uzatganimiz yana. Yaxshi bo'lib keting ağa. Yaxshi bo'lib keting Kamalat aka. Bemalol telefon nomerim bor, banda Alibekda bor. Yordam kerak bo'lsa imkon darajasida. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi, sog' bo'linglar. Yaxshi.